Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu haddil hamri. Men bu araqni iş küçü adamni jazolashniki babudur bu deydimdi. Endi biz Mishkatul Masabi degan kitobniki Kitabul Hudud degan kitap kelgandik. Undan keyin uni bir qancha fasllar bo'lib, hozir shuniki bablar bo'lib, uniki ichidagi yana bir bab bo'lgan aroq degan mushu jinoyat. Aroq degan mushu narsani ichish orqali, men aroqni ichish bilan bu odam jinoyat o'tkazib qo'ygan bo'lsa, bu bir gunoh. Bu bir jinoyat, bir odam aroq ichgan bo'lsa, shu ichganlik sababidan bu odam jinoyat o'tkazgan bo'ladi. Endi jinoyat o'tkazgandan keyin bu jinoyat qarta va bu islom dinimizniki mana buniki jazosi nima? Bu jazo nima deb atildi? Hadd deb atildi. Endi bu jazo asli islom hokimiyati bo'lgan bo'lsa, o'shaning o'zida bu aroq ichgan odamniki o'zini qanday qiladigan gap, buni jazolaydigan gap. Endi bu arabcha tilda al-hamr degan nima? Xamara yaxmir xamr deydigan yapti degan ma'noda. Yapti degan ma'noda bo'lgandan keyin bu ayollarniki beshiga chigirgan shu yog'liqniki o'zini arabchada ximar, xumur deydi. Ximar degan nima? Yog'liq. Ya'ni yog'liq degan gapniki o'zi bu nima degan gap? Ayollarniki beshini yapti degan gap, ya'ni yapquchi degan gap bo'ladi. Endi bu aroqniki o'zini bu xamirniki o'zini bizniki Uyg'ur tilida aroq deymiz. Endi aroq degan bo'lgandan keyin bu aroqniki bu yiliqi nima uchun bu yiliqi yeb bo'lgan narsaniki o'zi buni aroq deb atildi arabcha tilda desa, chunki aroq degan narsaniki o'zi Alloh taolo insonga meni bergan eng cho'ng bir ne'mat bor. U ne'mat nima? Aql. Aql bo'lgandan keyin hamma odamniki her qanday odamniki bütün ish harakatlarniki hammani men uni boshqarib turadigan, idora qilib turadigan narsa nima? Aql. Men islom dinimizdagi ahkomlarniki u odamga qilish, farz bo'lish va farz bo'lmaslik degan shu narsaniki o'zimi meni nima qarildi? Insonniki aqlga qaratilgan gap. Shu aql shu qaratganlik uchun shu sarang'a, mato'ga Onunğa İslam dinindeki ahkamı onunğa yürgüzülmeydi. Yani o narsa, o adamdaki özü aşıda cinayet ötküzüp kalmamız sorulmaydı. Cazalanmaydı. Yeni bir siganedeki beni balagat yetişdeki aldıdan aşında hata bir işlik koygan bolsa ya günah mesiyet koygan bolsa yani o çanlık özü de o balığıma cinayet atılmaydı. Hem İslam dinimizdeki perz diyen ahkamdaki özü kılış mecburçu bo'lmaydi. Nimishqa deganda chunki u bolaninki texi aqli rasmiy ishlash darajasiga yetmagan. Endi aroq ichgan odamniki o'zi mana bu aroqni ichish orqali bu odam mas'uldir. Mas'ul bo'lgandan keyin o'shaningizda eng cho'ng ne'mat bo'lgan inson idora qilayotgan mana bu aqlniki o'zini ishlatmaydigan holatga ekib qo'ydi. Ishlatmaydigan holatga ekib qo'yib nima qilganligini, nima gap qilganligini, nima ish qilganligini bilmaydi. Bilmegandiki şuna bu İslam din bu insana nispeten en mukaddes narsa olan aqlni ishlatmaganligi uchun buni qilib qolgan bo'lsa, bunga jazo bekitiladi. Endi jazo qanchalik? Mana bir odam shunda aroq ichgan bo'lsa, mana bu jazolash kerak. Endi jazolashniki o'zi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki zamonida muayyan son qilib, ya'ni bu jazoniki o'zi ham bir urush, ya'ni der urush yoki bir narsa urush. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki zamanında mana bu muayyen bir son bekitilmegen. Yani nim bilan urush, qandaq urush. Yeni bir rivayetdeki o'zida mana 40 mushundaq der urildi degan tövende rivayet mi chiqdi? Men mushundaqcha bo'lgan. Endi keyingi davrniki o'zida Ömer raziyallohu taolo'niki zamoni kelgan vaqt o'zida 80 ni bekitilgan. Bu sahabildi mesela so'rash orqali. Endi aslida islom dinimizdagi muayyan mana bu yilqi
dəriniki üzü araq içkenge qarta 40 dana, yani 40 qatim qamçıdan uruş. Endi onundan uruş qoğunu, mesela 80 dep qalsaq, o çanın üzüde, o şuadaki şu cemiyet qarab, yanaki qaziniki üzü şu vaqt üzüde hüküm verdi. Ya 40'ın oramda o, ya 80'ni mi, ya 60-70'ni mi, o çanın üzüde siyaset cehdidin aş ahvalı qarab, aşıla berkesi çok buluduğun gependi. Endi bu araq dep bizdeki Uyghur tilida işte atalgan bilen hazırki araqninki men ismi ve onu qoyulgan laqab har xil işte olib ketdi. Yani araq degan nima? Araq degan mana bu hadisga asosan shunda Qur'oni Karimda buni nima qilgan Alloh taolo harom qildi. İnnemel hamru vel meysir vel ensabu degan şu oyatga asosan. Unda o'niki bu araq degan nima bo'lsa, araq degan shu narsaniki o'zi her qandaq bir mes qildigan narsa olgan bo'lsa, şu mes qildigan narsaniki o'zi uni nima deymiz, uni araq deymiz. Mayli uniki ismi mesela viski olsun, yoki musallas olsun, yoki sharob deydi, yoki yeni bir narsa deydi. İş qilib qandaqlikin bo'lmasin, u narsaniki o'zi mesli qilsa, u nima bo'lgan bo'ladi? Araq bo'lgan bo'ladi. Mayli u narsaniki o'zi üzümden ishlab chiqarilsin, yoki mevchividan, yoki boshqa oliy bir narsani ishlab chiqarilsin, u canın o'zida uni qat'iy nazar. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning zamonidagi araqniki ishlab chiqarish nimasi o'sha üzüm, xomidan bo'ldi. Endi araqni Qur'oni Karimda mushu yilqi harom qilinish jarayonining o'zi bu tadrijiy bo'lgan, ya'ni 4 bosqich bo'lgan deydi. 4 bosqichga bo'lib, eng oxirida innemel hamru vel meysir vel ensabu degan oyat tushgan vaqtdagi o'zida anadaki rasmiy men harom qilingan ish buchadi shu sabit bo'lgan. Endi bu araqniki bundaq nim bo'lishniki o'zi yani haram ekanligini muayyan oyatda berkitilishniki o'zi mana shu Ali radhiyallohu ta'ala anhu, yani onun birinchi qatim, ikkinchi qatim deydi. Va la taqrabus salata va antum sukara, yani bunu da araq degan yani başka ayette yeni bir mezmun düşüdü, onu dekin araqqa mes olgan alet namazı yakınken menla deydi. En ahırda onu dekin şu Ali radhiyallahu ta'ala'nın ya başka sahabiniki üzü şu vaktiki üzüde namaz okup şunu kulyanı okup kaldı. Kulyanı okuyan dekin uçanlık üzüden o ayetin üzü hata okup kulya yuhal kafirun la abudu ma ta'budun deydiğanniki ornuğa lanı teşvetip abudu ma ta'budun. Biz sizin ibadet kılganlar bizim ibadet kılmayız dep koydu. Şuna anladıyken Ömer radhiyallahu ta'ala'nın bu doğruluk resmi Allah Ta'ala'dan bir keskin bir ayet oldu dep anladıyken şunda toğa vakti üzere şu ayetke innemel hamru vel meysir vel ensabu vel ezam rizum min emel şeytanı peştelibuhu leallekum tuplihun diyen ayet düşüp onun diken ahire bu ayetninki ahir ikinci ayette andikin araqniki üzü muşundaq oturanlıda adavat payda qıl degan mezmundaki ayet andiki fehel entum muntahun degan ayet şu düşken. Şuna bu keskin nim bo'lgan o araq bu ayette haramçı bo'lgan. Endi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki bu tövende bu araqniki mezmunida mana bu cezanı icra qilishda bir qancha yani şekil mana o'tirib qo'yildi. Shuningda endi birinchi fasl Enes radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi shunda deb jazman Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam men urg'an idi Peygamberimiz araqda degan yani araq ishda. Yuqoridagi babu haddil hamri degan biz araqni jazolash. Bu araqni jazolash olmaydi. Bu yerde babu haddil hamr degan haddida ahamniki artıq şarip var. Yani araqni iş gücünü cezalash. Bu gapni yana ixtisar qilimizda başında Araplarniki başta adeti var. Yani manada Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem urdu araqda deydi. Yani araqda urmaydı o. Nimede urdu? Araqni içken kişiga. Araqni içken kişininki haqqida urdu. Nima bilan urdu? Mana jarit yani şah bilan
va kashlar bilan nima qilgan? Urgan deydi endi. Jarid degan nima? Uniki mufradi jaridatun. Jaridun degan shox. Qavminiki ash yupurmoqdan ayrilgan shoxniki o'zini jarid deydi. Yalang'och o'g'chiki, ya'ni yupurmoqdan yalang'och o'g'an deb. Endi nial degan na'luniki nimasi jam'isi. Na'l nima putga keladigan kash, ya'ni oyoq. Unda o'g'anikin shu vaqtning o'zida payg'ambar mushtaq shoxli bilan va qavminiki oyoqli bilan ashtaq nima qilgandi? Urg'andi. Va Abu Bakr roziyallohu ta'ala anhu urg'andi meni qanchini? 40 ni. Yani Peygamberimiz davrida mushu shox, mushu yiliq oyoq bilan 40 qatim urib ekan. Ömer Abu Bakr roziyallohu ta'ala zamonida endi 40 tani nima qilib ekan? Urib ekan. Ya'ni mushu hadisga asosan meni 40 mushu aroq ishga odamni meni urish islom dinimizdagi jazo meni 40 tani darcha urish. Yine bir rivayette var. Enes radıyallahu ta'ala onu şuna deb jazman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem berti urti aroq ichgan kishi haqida mana qanchini urti, mana kash bilan va mana kashlar bilan va shoxlar bilan mana 40 tane cho narsani urti. Yani 40 qatim cho nima qildi? Urti deydi. Unda o'zikin Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki zamonidagi mana aroq ichgan odamlarga nisbatan bu muayyan jazo qancha olgan bo'ladi o'chaningizda 40 tane urush. Yani 40 qatim qamchi bilan urush cho'q bo'lgan bo'ladi. Saib ibn Yazid roziyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi o Saib berti keltirildi aroq ichkichi odamni, ya'ni sharib aroq ichkichi odamni Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem'ninki zamanında ve Ebu Bekir'ninki emirlik devrinde. Yani Ebu Bekir'ninki halife olan muşu devrinde ve Ömer radıyallahu ta'ala'nınki mene halife olan devrindeki baş derbede. Sadr diyen baş derbede. Yani başta, yani baş derbedeki Ömer radıyallahu ta'ala'nın halife olup la bir kancılındaki içide deyin gibi. Mene muşu vaktiki özüde mene aroq ishga odamlar nima qildi? Keltirdi. Keltirgandan biz anidikin turtuq. Men shu aroq ishchi odamni urishga bizniki nima bilan qo'llarimiz bilan, kashlarimiz bilan va kiyim-kechak ridolarimiz bilan mushtaqchi urdik deydi endi. Hattoki bo'luvdi Ömer radhiyallohu ta'ala'nınki emirliginiki oxirgi davr bo'luvdi. Ondikin urdi Ömer radhiyallohu ta'ala anhu 40 ni nima qildi? Urdi. Mana 40 kishilik nima qilgan? Urgan. Hatto vaqtiki bular atav chekidan eshib edi. Ya'ni 40 dan ursimi u yerda to'xtab qolmay qolgan yoki shu aroq ishga odamlar yoki boshqa ishmoqchi bo'lgan odam buni ibrat deb uni to'xtatmay, uni chekidan eshib va buzuq ishlarni shu qilib edi. Ya'ni aroq ishgandan o yıllık ne kıldı? Buzuk işini kıldı. Yani mesup kaldım dep o akıl işlemegandeken her xil gaplarni birdam oyziga odamdak mamay, yeni taxaydak, yeni mushu yillik her xil ayvonidek ikki tarafga yig'ib, men mushundaq mang'alini mushtaqcha ish qildi. Bu nima bo'ldi? Shuning bilan bu yerda anadikin her xil ishlarni qilib, buzuk ishlarni cho'q qildi. Qip ashida chekidan eshi, men ash 40 ursa meni to'xtamay ashtaq bo'lib edi. Urdi Ömer radhiyallohu ta'ala 80 derinci urdi. Hem de 40 o adamlarga yetmegandikin, onu to'samagandikin, qolgan odamlar onu mushunda urdikan deb o'shaning o'zi to'xtamagandikin, buniki jazosini Ömer radhiyallohu ta'ala o'zining xalofatniki oxirgi davriniki o'zida tövbanda keldi. Ali radhiyallohu ta'alaniki maslahati bilan 80 dona chiqargan. Meni bu İmam Buxoriyninki nima bu hadisni İmam Buxoriy chu rivoyat qildi. Endi islom hokimiyat chu yo'q buni ijro qildigan. Endi islom hokimiyat bo'lmagandan u chaqniki o'zida men buni qanday qilamiz? Endi shu odamniki iymoni va u odamniki shu taqvosi uchun havola qildigan gap. Endi bundaq chaqni o'zida yo'q. Endi bu odam mana ichib qoldi, o'qimay. Uçağın özüde mişindak yoki andak qilib yomondak qilib uçağın özüde buniki tövbesi mana bu islom hokimiyati olgan bo'lsa dar urush orqali u odam gunohdan poklaydi. U odam poklanadi. Endi bu odamga hozir islomiy davlatda buni ijro qilgan bir odam yo'q, bir hokimiyat yo'q.
o'shaningizda buni nima qildi? Tövbe qildi. Qattiq tövbe qilish kerak. Ikkinchi, bu odam buni qattiq ishmaslik kerak. Mana shuning bilan u odam mana uni tövbe qilib, uni qattiq ishmay, uni lekin yani yaxshi odam bo'lib, namozni joyida o'qib, qolgan islom dinimizning ahkomini to'liq bir shaklda mana ijro qilib, shundan aroq ichishdan iborat bo'lgan bu eski bu nacharqiliqniki o'zini obdan bo'lmaydiganligi qarta o'zining beshidan o'tganligini, mana aroq ichib mushdan ziyon tortdi, bunda ish bo'ldi deganligini qolgan odamlarga ibrat yuzidan nasihat qilib deyish kerak. İşmanlar bu bo'lmaydi ekan deb. İkinci fasl. Cabir roziyallohu ta'ala rivoyat qilindi, bu kishi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildi. Dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: bir odamiki issa u odam aroqni issa, uni nima qilinglar? Uni uringlar. Jild, ya'ni terisiga nima qilinglar? Uringlar degan gap. Agar u odamniki o'zi yani 4-qatimda yenib qolsa, yeni kipto, yeni urupsa, yeni kipto 3-qatim yenib, 4-qatim yeni yenib, yeni urup başta qilib qolsa, uni o'ltiringlar dedi. O'ltiringlar dedi. Bu 7-8 zohiri. Dedi Cabir. Ondan keyin men keltirdi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qishiga shu ash degandan keyin bir odamniki u aroqni nima qilgan 4-qatimda ishgan bir odamni keltirdi. Keltirgandeki şunlar Peygamber sallallahu hem urdu ve onu nima qilmadi? O'ltirmadi. Yani demek Peygamber sallallahu aşağıdaki aşı baştaki gepide onu o'ltiringlar degan, o'ltirgishib uringlar, nahayat qattiq uringlar degan gap bo'ladi. Yo'q bo'lmaydi. Mana bu hadisniki ichida mansub bo'lgan hadislar cho'p bor usul fiqhining qoidasiga asosan Peygamber sallallahu baştamda o'ltiringlar degandan bu emir. Emir bo'lgandan buni endi ma ikkinchi hadis Peygamber sallallahu ameli qilg'i hadisniki o'zing uchun nasxtin, ya'ni o amaldan qoldirib, u mansub bo'lganligini nima qiladi? Ifodalaydi. Ya'ni bunda tushunsa ham bo'ladi. Yoki umid taqtulu deganda, ya'ni qattiq urun, o'lgidek uringlar degancha gap bo'ladi. Men bu hadisni Imom Turmiziy rivoyat qildi. Va bu hadisni Abu Davud Qabisat ibn Zuayb degan odamni rivoyat qildi. Va yana bir rivoyatda bu uchun bu yillik Tirmiziy va Abu Davud uchun bo'lgan yana bir rivoyatda va Imom Nasai ibn Majah Darimi din bo'lgan yana bir rivoyatda bir qancha kishilardan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ashablaridan mana o ashablarning ichida Ibn Umar, Muaviya, Abu Hurayra, Sharid degan sahobalar bor. Mana Payg'ambar sallallohu paqtuluhu degan yakashik nima qilgan rivoyat qilgan. Ya'ni uni nima qilgan? O'ltiringlar debdima qolgan muhaddis olimlarning rivoyatida. Undan keyin unidagi Payg'ambar sallallohu 4-qatim akalda o'ltirmadi, ya'ni urdi degan gapchi yo'q ekan. Urdi degan gap yo'q ekan. Undan keyin anida ya'ni jiq muhaddis olimlarniki 4-qatim kelsa o'ltiringlar degan gap bo'ladi. Bu asos bo'lgan bo'ladi. Endi Enes Cabir roziyallohu ta'ala anh'niki İmam Turmizi'niki rivayetide bu nim bo'ldi? 4-qatim keldi, uçan yüzde bunu o'ltirmadi, uni yine urdi degan nim bo'ldi? Uçan yüzde men gap bo'ladi. Ondan keyin hadis uniki muhaddis olimlar ham rivoyat qilgan sahoba jiq bo'lsinmi? Enes Cabir roziyallohu ta'ala anh'niki hadisi o bo'lgan hadisning o'zini hukmini qisqartib, hadisniki o'ziniki hukmini nasx qiladi. Yani bu bo'ladi endi. Yani demek bunun kartı anladığın arak içken adam 4-qatim ya 5-qatim ya 10-qatim qolsa o'ltirmaysiz degan gap yo'q. Bu o'ltirish nima bilan bo'ladi? Yani yuqorgi hadisga asosan 3 xil narsa bilan bo'ladi. Shu 3 xil narsa u odam qilib qolgan bo'lsa, mana yuqorgi kitobli Qisas degan kitobda o'qigan hadisga asosan, andikin islom dinimiz uchaning o'zida u odamni o'ltirish halol qiladi. O'ltirsangiz bo'ladi deydi. Ammo aroq uni deyishi yo'q. Abdurrahman Azhar radıyallahu ta'ala anhu rivayet qilindi. Dedi ol Abdurrahman, go'yoki men qaravatimman Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ol bir vaqtdagi keltirdi bir odamniki u aroqni ichgan. Aroqni ichgan odamni keltirgan vaqtdagi ahvoli go'yoki Payg'ambar men qaravatimman deydi. Shuna qarab turganda hozir bir qancha yildagi bo'lgan ish ko'z oldida. U Payg'ambar dedi adamlarga. Nima dedi?
yani qaraq ishga adam keltirgandan keyin urunglar dedi. Şundan onun ichidan mana kashlar bilan urgan kishi bor. Ularniki ichidan asi bilan urgan kishilar bor. Meni ularning ichidan mana mitaha, ya'ni xominiki asho nima so'lar, xominiki shexi bilan, xominiki tayoq, tayoq deyiladi. Mitaha degan asho xominiki tayoq bo'ladi, endi biz tayoq deymiz-ku, shexi desakmi. Ya'ni ularniki ichidan mitah degan xominiki asho yiliqi shoh shu endi. Ya'ni tayoq. Ya'ni ularniki ichidan xomidan ilingan tayoq bilan nima qilindi? Men urildi. Mana mushta urgan kishilar ko'p bor. Dedi İbn Vahb. Ya'ni mitaha degani yo'l shoh xomini degan gap. Ondan keyin oldi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam zemindan bir topuni el aldı, ağandaki bu topuniki üzerine arak işke adamniki mene yüzüge nima qildi? Attı. Muştam arak işemsen de muştak qildi. Yani demek benim muşu edis qasasan Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem'deki aşu iftidai yani baş devrinin üzerinde muştak çok qilgan. Keyin anadikin bunu muqimlashtirib qirqqan, berketgan deymiz endi. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anhu rivayet kıldı. Dedi Ebu Hureyre cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem keltirdi bir adamniki o arakni içken. Arakni içken adamni Peygamberimiz sallallahu keltirdi. Keltirgen Peygamberimiz dedi, onu dedi. Ebu Hureyre şuna depti. Pes bizim içimizin kolu bilen urgan kişiler mi var? Kiyim bilen urgan kişiler mi var? Ve ayakları bilen. Mene urgan kişilermi çok boğan. Uruglar degan qo'l bilan, kiyim bilan, ashu oyoq bilan ashta urgan kişilermi çok boğan tushacaqdi deydi. Anladık ki dedi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem Bekkituhu dedi. Anladık ki bunu tanqidlanlar. Bunu için tanqidlab onu o'zi eyb mushundaq sen Müslüman turib araq ishsan bo'lamdi deb meni ashta çok kanallar deydi. Endi Bekkete yo'q, Bekkete tabkit deydi, ya'ni uni nima qilish tanqidlash. Şunu olan aşağı degandekin bu sahabenin özü o adamga raqishga adamga men oldinlik deydikin ma mattaqaytalloh. Allohdan qo'rqmadingmi? Allohdan qo'rqmadingmi? Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem tek hayat olsa Peygamberimizden hayo qilmadingmi deb mushtaqcho dedi. Bunu eyiblanlar degandekin şunu olan bazı qom şu bazı kişiler dedi ki ahzakalloh Allah seni rasva qilsin degan gapni çok qilib qoldi. Qandiki Peygamberimiz dedi, la taqulu hakaza. Bundaq gapni çok qilmanglar. Mandaq gapni qilmanglar. Yani Allah seni rasva qilsin demanglar. Yordam qilmanglar bu adamga, meni bu adamning ustidan ozdirdiganga, shaytonga cho yordam qilmanglar. Endi Allah rasva qilsin degan gapning gap. Allah rasva qilib mushtaq musulmonlarning jamiyatining o'zida mushtaq xato ishni qil degan gap bo'ldi. Qilsin degan. Qil degan gap nega gap bo'ldi? Shaytonga yordam qildi degan gap bo'ldi. Bunday gapni çok qilmanglar deydi. Va lekin danglar, nima danglar? Allohumma g'firlahu, Allohumma rahmu. Ey Allah, bu kishiga mag'firat qilsa, bu kishiga rahmcho qilsalar deb men mushtaqcho danglar dedi. Men bu esa İmam Abu Davud rahmetullohi alayh o'ziniki hadis kitobi bo'lgan Sunan Abu Davud degan kitobda çok rivoyat çok qildi deydi. Endi araq ishga adamniki o'zini men mushundaq islom hokimiyati olgan bo'lsa meni hokimiyat tarafdan asl dar urib berkitildi. Shuning bilan u yerda dar urgandan keyin u yerga bir qancha jamoatlar meni keldi, xalijik odamlar kelgan vaqt o'zida men mush hadisga asosan uni tanqidlab mush shaklda qo'llanishi bo'ldi. Lekin uni tillashgan, uni haqoratlashga kamsitishga bo'lmaydi. Şunun bilan birlikte o adamni üzgen Allah Teala'ga nima deyish kerak? Duo qilish kerak. Ey Allah, bu adamning mushta uqma xato, mana mushta xato ishni o'tkazib qo'yib, gunohini mag'firat qilsin. Ey Allah, bu adamga rahim qilsin. Ya'ni bu haram ishni deb ham u dunyoda jazolab, mana dunyoda undoq cho'q qilmay, siz rahim qilsizlar degan mushta duoni cho'q qilish kerak. Mana bu nima bu bir usul. İslam dinimizda bir adam xato, bir adam mushunda gunoh ma'siyat o'tkazib qolgan bo'lsa, agar jazolangan bo'lsa, undan keyin u odamni tanqidlash qat'iy bo'lmaydi. Haqoratlashga bo'lmaydi.
kastin ilişki olmaydı. Eğer o adam tövbe kılganlığı cezmen iniq olgan bolsa, yani onu Allah afu kılgan günahınki üzerine, insanlarınki üzerine, yani sen anda kıptın, manda kıptın dep, onu kayıtı, onu esletip, ya halk otursa onu tükü, diş arkalıp, o adamge mene mundaq bir usul adatga tushirib qo'yishga bo'lmaydi. Bu usulchi bu endi. Hozir qanday qiladi? Bir qancha yilning oldinsa undaq qilib, mundaq qilib ko'chilab, shunday qilib, mushunda qilgan ish bor. Bu tupda nima u? Xato. Bu unda ishning o'zini agar maxfiy ish bo'lgan bo'lsa, uni uchun demaslik kerak. Uni endi agar jazolangan bir gunoh bo'lib qolgan bo'lsa, uni shu yushirish kerak. Eğer o aşkar olup gelse, İslam hakimiyeti olan olsa uçağı kazinin aldığı vereyim. Ben şahit olup onun cezasını tartışkan o adam guvalıkçı bir iş gerek. Bunun şu ağzını yığış gerek. İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılın dedi İbn Abbas. İşte bir adam. Harık işte onundaki mes oldu. Mes olgandaki pes uçkışıldı. Lukiye. Laka. Haleti ki mene mayıl oldu o adam yolda. Petçi degen picac deydi petçi degen yoğun şu işkitanın ağırlığıdaki ya ki şehrin içinde yoğun işte koçoz yolu olsa onu petçi deydi. Hem de şu yolundaki işçide bu adam iki tarafı mayıl olup birden mayızge muştah nime kıldı mayıl oluşu tekdi. Şundan uçkışıldı karap bassak mayızge mangadı. Onu dedi ki bu adamdaki özünü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le karşı çok ip verildi. İp çok menildi. Yani Peygamberimiz karşı kapırmaz diyen deyken. Yani bu adam İbn Abbas, Abdülmuttalib radıyallahu ta'ala anh'daki oğlusuna beraber bunu verdi. Yani şu kutlu kelimeden yenip aldı bu adam. Yenip la kirip aldı bu Abbas'a karşı kirip Abbas radıyallahu ta'ala anh'ın yüzü kucak aldı. Çaplışı aldı o adamı. Kork ben Peygamber'e kaçıp apırımızdaki deri vurdu diye. Urganı kork. Abbas radıyallahu ta'ala'nın ki kaçıp apırıp çaplışı esip aşağı durup yaptı. Yani bu gapniki üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bu işlerindeki üzerine Peygamber'e değildi. Yani bir adam müştak etki işki tarafı müştak menip onu deki kandak kıplarındaki biz apırımızda bansak Abbas radıyallahu ta'ala'nın ki üyünü kaşkır müştak esilip müştak durup aldı ya Resulullah. Diyendi ki Peygamber şuna külüp gitti. Külüp gidip dedi ki o adam epe ala. O adam işte kıldı mı? Dedi. Ve buyurmadı Peygamber bu kişinin hakkında hiç kadar bir nesini bakamagan, buyurmagan deydi. Hem de Abbas radıyallahu ta'ala anh'ınki oğlusu. Hem de Abbas radıyallahu ta'ala anh'ınki oğlusu Mekke'deki vakitte boğan. Hem de Medine'den belki oğlusu buluşu mümkün. Şu an öyle malumuz. Peygamber bunu da karab külüp iş kadar iş kımede yani bu iftida İslam'da boğan gibi. İftida İslam'da boğan diken şu an Peygamber iş kadar kımmagan yani der uğruna da bundan nesli çok kımmagan deydi. Üçüncü pesel. Umayr ibn Sa'id'in Nehai. Rivayet kılındı dedi Umayr. Anladım ben Ali ibn Abi Talib radıyallahu ta'ala anhu'dan deydi. Ma kuntum bombadım ben icra kıymen bir kişiye bir cezanı onundikin o adam ölgey o men öz nefsimde bu ölüp yetiştim bir şeyini tapkaymen onda bir çoğu işço mende çoğu onda çok bu bakmadı. Men bir adamı bir ceza icra kılıştan benim mandak ölüp gitip vay acaba ölüp gitti ya onda hop ya bunda hop dediğim iş benim nefsimde çoğu yok. Çünkü Allah mujda buyurgan diken şu buyurgan diken ona rahmet kılmay onu ne kılınır diye ولا يعظكم ya da ya'zukum nime ra'pa yani onu işaretiş sınırını koyması tutması diye. Ama o anki bu icra kılıştan cezanı icra kılıştan onda konu ağırıp vay bunda o konu ne okup vay bunda bir kılış olmaydı. Ben her kadar bir cinayetini cezalaştığındaki üzerinde ülüp başta kalmasan ben onu konumda içime ağırıp onda vacip ülüp getirip onda bir yapmış onu ben çok bakmadım. Lakin Arak'nınki ilgisini. Yani Arak işke Adem kege vaktimizde müştahip kaldı. Neymiş kan? Çünkü
O arak içken adam eğer ölse, ben o adamga nemisini berdim? Ben töylüğünü için berdim. Töylüğünü berdim. Ve bunda o işe nemiş töylüğünü berdi? Mesela zina kılıp bir toy kılmagan kız oğullar, uçan özde onu der urduğan gep. Der urğandakin 100 tane, uçan özde bu adam ölüp geçse mene, onu da hiç kandak vakt özde ya devlet, ya olmaydı kazi, uçan özde onu icra kılan urğan adam, ya hiç kandak onu töylerk etmeydi. Onu sürüş kılınmaydı. Sürüş çok kılınmaydı. Hem onu töyleğini mi beğenmeyimiz hem de icra kılış nimisindeki üzede. Hem de yani şu an bu fikirmesi keng değildi. Aşında bu işin nemi için unda töyleğini berip müşte qarak işke vaqt kılırsa ezilsen. Şundan o işi cezbe peygambersen beni yol koymagan idi peygambersen bu işni. Yani arak iç arkalık bu adamni beni öldürüp müşünde kılanlar diyen gepniki üzerine beni peygambersem onu nemi koymagan sünnet beni çoğu bak etmegen. Yani ya olmaydı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yol koymagan peygambersem şu arak işke adamni muayyen meni cezalala, had urunla degan muayyen mustahkem bir kanunu nemi koymagan bak etmegen. Yani bazı adamlar yani kiyimler urdu, kollar urdu, ayaklara urdu, yani aşağı 70'ni urdu. Men muşdakan. Yani muayyen kılıp ya kamçıdan ya öldürün ya madak degan muayyen nemi için yok. Bu muğallık için şu an arak işten aşındak ispatlanıp uçan üzde aşındak bağımız ülüp ketken bolsa der uç jaryanıda ben onu töylenişi kıp berme. Bunu da konumsal bir nesip kalıdı deptim. Sevr ibn Zeyd'ini Deylemi din rivayet kılındı. Dedi bu Sevr cezmen Ömer radıyallahu ta'ala'nın mesele sordu. Mene sahabildin. Yoki Eli radıyallahu ta'ala'nın arakniki cezalaş. Arak işke adamni cezalashninki hakkıda. Bunu qandaq cezalasak ola, bu hazır evcep ketdi, yandaq oldu, 40 tane ursaqmı, yani bu adam yanmay vadıdı dep. Müşta mesele salı demdi. Mesele sağaldikin şu Ömer radıyallahu ta'ala'nıga mene bu Eli radıyallahu ta'ala'nın dedikin körümmen şu ki urgaysan bu arak işke adamga 80 qamçı urgaysan. Ben bunu fikrim bu. Ben muşunu oylavatıman. Çünkü bu arak işke adam kaçaniki issa arakni mes oludu. Ve kaçaniki mes olsa adam mena kalamikan çok gepni kılıdı. Hezilan. Yani şu kalamikan, şu hata doğru gepni emmene kılıdı. Ve kaçaniki hata aşında ilgisi pes gepni kısa uçağın yüzü bökten çaplaydı. Anda o an dikin depti. Hem de arak işkendikin mes oldu mu? Mes olgan dikin o adam kalamikan gep kılamda. Kalamikan gep kılamdikin o adam bökten çaplaydı. Bökten çaplağa vakti yüzde bökten çaplaşniki, karı çaplaşniki meni hükmü İslam dini neymi o Kur'an'niki aynen diye ayet kasasen 80 tane kamçı uruş. Anda o anikin bu arak işken adamdaki yüzü aşnan apağandikin onu karta 80 tane uruş diyen ayet bak Kur'an-ı Kerim'de bökten çaplağa adamdaki yüzügen anda o 80 tane uğur diyen dikin şunu Ömer radıyallahu ta'ala'nın mene arak içini arak işke adamını cezalaşta mene haddide kançın urdu 80 kamçın için urgan deyden. Yani demek aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında yukarıki işkedis asasen 40 tane 40 katim uruş hem de uruş şunudum tek muayyen keskin için bombagan. Yani ya keşfilen ya ki bu kiyim keçeklerinden ya koluyla ya tayakla urgandı. Yani bu bir siyaset. Yani siyaset müştak olgandikin bu yelik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olgandikin onun deyin ki mene bu 80'cilik uruşta 79 urdu deydi çünkü 80 bolsa hem okşaşıp qalıb olmaydı deb. Bunu fikir gepten ayten fikir kitabı tefsirden müştak deydim. Anda o anki onu çıkıp qalğımız siyasetten açtaq xalqlar hədidi iş 40'dan ursaqmı yanmağansa o çalınızı qandaq qılan gepəni 80 dalı çıxırıb siyaset yüzden onu icraqısı çok bolu demdi. Hem de bu yerde arak işipti o dep apırıp lan uçağın üzerinden onu da cezalanmayız.
Bu arak işke Adem'nin cezalashlik üzere aş Adem yüz ihra qilish kerak. Yoki olmaydi o Adem'niki bir işke Adem onu cezme guvohlik berish kerak. Endi arak işke Adem'niki og'zidagi puroqdan aroqniki purig'i deganda ashta puroq chiqib qolsa, buni isbotlanadi degan vaqtning o'zida Imom Azam ya isbotlanmaydi. U aroq ichib burab qolsa, u burabdi bu aroq burab og'zini deb urishga bo'lmaydi, ayt urishga deydi. Qolgan odamlar buni nima qilamiz deydi, uni urimiz deb ashtacho qolaydi endi. Şu an aroq ichgan masalaning o'zida mana kona sen tünügün aroq ichganding, ya falan vaqt aroq ichganding deb uni jazolashga bo'lmaydi. Şu vaqtning o'zida, shu vaqt o'zida u odam guvohlik berdi. O adam aroq ichdan, mana aroq ichgan vaqtida urmaymiz. Aroq ichib mas'ul bo'lgandan keyin, yeshilgandan keyin uni ijro qilamiz. Bu endi. Babu mala yuda adal mahdudi. Bu bir nimasiki babiki, mana duoibat qilinmaydi, nimaga jazolangan kishiga. Mahdud, yani had urilgan kishiga. Had urilgan kishiga duoibat qilsaqchi bo'lmaydi. Duoibat, yani had urilib, masalan, zina qilibdi, yoki olmaydi, aroq ichibdi, ichib bo'lgandan keyin u tegish jazosini tatdi. U tugidi. Onu apırıp anadaki onu dua ibret qilib, "Voy Allah seni yo'q qilsin, undaq qilsin, mundaq qilsin" deb meni qaytadan unda dua ibret qilib, o chaqda yomonlik nimasi tilash orqali bu nima emas, o islom dinimiz duruşchu emas. Birinchi fasl. Umar ibn Xattob roziyallohu taolo anhu da rivoyat qilinadi ekan, jazman bir odam bordi, o odamning ismi Abdullah edi. Meni bu odamning ismi Eshak deb laqab qo'yilibdi ekan. Eshak. İşte eshak deb laqab bo'lgan endi. Berti bu adam Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamni kulturdi deydi. Kuldirdi ekan. Yani eshak deb atab, yana qilg'ashliq bir ish bo'lgan ekan, juda kulib ketgan Peygamberimiz. Va berti Peygamberimiz jazman urgan edi, Peygamberimiz bu odamni aroq ichish haqida bu odamning uchun jazolagan. Anladı ekan, bu kişini Peygamberimiz qishiga bir kun uchun keltirildi. Keltirganda Peygamberimiz o kishiniki o'ziga mana buyurdi. Buyurgandan keyin mana hatchi urildi. Urilgandan keyin qavmning ichida bir odam dediki, "Allohumma la'anhu." Ey Allah onu la'nat qilsin. Onu la'nat qilib o'zi rahmatlarini jiroq qilib, meni do'zax qilib jannatdan cho'y jiroq qilsa buni degan gap endi. Uni la'natlisi Allah. Nimanda Cik onda bilinmesi keltirdi o nesini, Peygamberimiz o keltirgen nesini, nimandaq çıksın ki, he dep arıqışıp Peygamberimiz kışı kelip, müştaq kılırsan, seni Allah lanet kılsın, depti. Ma aksara ma yok tabi. Seni Peygamberimiz kışı keltirgen nesini, nimandaq çık, yani ma aksara tacib. Nimandaq çık, nimandaq cik gelisi ya, araqın kündü iş müştaq kılır, hem de o iş çekmeyeceğiz ki, karnı çaldı. Digendik Peygamberimiz dedi, la talanuhu, ben o adamı lanet etme Allah'ım. Qasam Allah'a iken, onda bilinmesi ki bilinmem. Şuniki cezbe bu adam, Allah ve Allah'ın Resulü'nü yaxşı gördü. Onda o anlık bu adam lanet çok kımmanla. Deydi. Hem de fevallahi diyen ma ilim dedik ega vakti yüzde naticik neymi var? Bu ma diyen neymi? Nepi mu? İsim mevsul mu? Bu neymi? Hem de qasam Allah'a anda bilinmesi ki bilinme. Uçağı da ma mevsulup uçağı haber oldu. Ennehu onunki nimesi oldu. Yani mubtada oldu. Ennehu onunki haber oldu. O vallahi'ninki cezası kısmındaki cevabı benim şu ennehu yuhibbu diyen yani aşkısı cümle üz çok oldu. Şimdi kasem Allah'ı ki ma'alimte de bunda okusam oldu deydi. Kasem Allah'a ki bilmemsen, uçan nepi oldu, nepi yani inkar. Bilmemsen şunu cezmem bu, Allah'ın Resulü'nü ki özünü yaxşı gördüğün sen bilmemsen, nimce lanet etsen, dep onu ne mukam oldu, uçan özünden inkar kan oldu. Ebu Hureyre Rızallahu Teala'nın rivayet kılın dediler Ebu Hureyre, keltirdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kaşığa bir adamdaki cezmet darak işken bir adam keltirildi. Keltirgendikken dedi Peygamber sallam, urul onu dedi.
Onun degandiki bizning ichimizning qo'li bilan urg'anlagan, kashi bilan urg'anlagan, kimlar bilan urg'anlagan. Mana u vaqtdagi mana u odam qaytdi. Endi shu dariya, ashta qaytdi dedi ba'zi qom. Ahzakallohu. Allah seni rasvo qilsin. Dünya va oxirat rasvo qilib ashta qilsin degani, yani sen gunoh ish qil degan gap. Gunoh ish qilib rasvo degan nima bo'ladi? Mu'min musulmonga nisbatan bir gunoh, harom ishni qilsa, bu ishning ustidan xalq olamning o'ttirisi oshkor bo'lib ketsa, bu rasvo bo'ladi. Yani bu ishga chiqatma, yeni bir ishni qilib, harom ishni qilib, sen shu haqqimiz o'qib ketgan mushtaq ol degan gap. Bu duoibat. Degandeki Peygamber dedi, bunda o'xshashdi ma'nolar. Bu adamni yine qayta shu harom ishni qilishga shaytonga nima qilmanglar, meni yordamchi qilmanglar. Şeytan yordam qilib qoladi. Unda o'ylaydigan, "Voy Alloh vasoying vasun, voy Alloh undaq vasun, baloying vasun, undaq vasun, undaq vasun" degan gapni mana u tegishli jazosi tatib bo'ldi. Tatib bo'lgandan keyin undaq gapni qilmay, yine ikkinchi qata yine shuni qil, yine rasob yakal, yine jazolaymiz degan gap bo'ladi. Sen undaq gapni qilmaysan, Alloh unga tövbe, hidoyat, mag'firat, rahmat uchun Alloh uchun nima qilinglar? Duo qilinglar. Deydi. Çünkü dua ibret kısak çok bombaydı. Et urluğa etemdi. İkinci fasıl. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kıldı dedi Ebu Hureyre. Keldi Eslemi. Yani Malikil Eslemi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le karşı çok geldi. Kelip bu adam yüzge şunaki cezmen bu adam yetti bir ayalga haram işkıcı yitip kaldı. Dedi. Yani ben bir ayalga haram işlik qilib qoldim. Yani zina qilib qoldim deb bu gapni cho'ng deb guvohlik cho'ng berdi. 4 qata. Yani yuqorida men o'tgan. U ashuniki hammasida payg'ambar bu odamdan yuz yuriydi. Yo'q, deb mayziga qarasa, yo'q men mayziga qarasa, ayziga boshqa qiladi. Uni lekin oldini qildi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 5-qatimda dedi. Oldini qilib, aniktaha aya resmi cima kıldın mı sen? Digendikin dedi bu Eslemi o Adem yani Maizm Eslemi hemen zina kıldı. Digendiki dedi Peygamber hatta gabe zalike minke fi zalike minha. Yani kilayı. Hatta zina kılsa nama kıl. Hatta gayb oldu mu? Men aş nese sendin. Mene aş nesinin içinde ayaldı. Ayalınki şu nemisinin içiga seninki a narsan g'oyib bo'ldimi deb demdi. Kinoya. G'oyib bo'ldimi degandan keyin dedi odam, "Ha, g'oyib bo'ldi" deb demdi. Dedi Peygamber dedi. "Ha" dedi. Degandan Peygamber men dedi, endi qoidani ta'kidlab, "Kama yag'ibul mirvadu fil mukhalati va risha'u fil bi'ri" debdi. G'oyib bo'lishi qandaki g'oyib bo'ladi bir mirvat, ya'ni bu yani kalem. Nesin özü yani nima deymiz şu qaşqa nim qilgan yani kalem kuch nesiniki özü men mukalada. Yani surm tatılgan yani qaçıniki içiga yani yağaş qayıp bo'lganda qayıp bo'ldimi? Va risha degan og'amcha. Og'amchiniki özü quduqninki ichiga ham quduqning ichida g'oyib bo'lganda bir adam quduq ağamsası yok görülmeydiğan deb. Şu görülmegidek resmi içinde gayb oldu mu deb demdi. Şuna bu zinanınki yüzü sabit oluşu adet gap emas. O bir yer tutup koyuptu, bir yer yetip koyuptu degan bilan onun zina qilish resmi o jazolashga tegishli emas. O hatto urilmaydi. Uni rejimchi qilinmaydi. Men mushundaq shaklda bilgan bo'lsa, ko'zlar ko'rgan bo'lsa bo'ladi. Bu bo'lamda bu ish bo'lmaydi. Nay ters bo'ladi hamda o. Ters bo'lgan gap. Endi mushundaq hukmlarniki o'zini islom dinimga oid sat ko'rsatib, men mushundaqmi qilamdi deb. Andaki buni qarshi islomning dushmanlari har xil ishlarni qilib, men ayollarni kuchkutib, ayollar erkinligi, ayollarniki huquqini qo'daymiz, shiddatga qarshi turamiz, ayollar degan hur azodga chiqaramiz. Deval turib, andaki qanday qilgan gap islom dushmanlari. Mana islom dushmanlari andaki bu jinsiy erkinlik.
O narsa o'zingni olgandiki, kimga bersan o'zingni ishi emasmi? Bu erkin emasmi? Nima uchun ikkinchi bir odamniki o andoq mundaq qildi deb ikkinchi buni kim mudohil qiladi? Deb o'tirib, shuni jamiyatni mushtaq qilish orqali mushu qonunga nima qiladi? Buzg'unchilik qiladi. Shu orqali jamiyat buzyapti dedi. Şunu hozir qanday holat kelib qoldi? Hozirgi holat mana biz ko'ryapmiz. Mana bu nima degan bo'lgan bir holat kelib qoldi endi. Dedi o adam zodi palgush yilqi surbitada qutuniki ichiga yilqi yog'och g'oyib bo'lgandek mana shu yilqi qonmi og'amchilik uchun quduqning ichiga ashda kirib yo'qogandek yo'qidi debdi. Degandan keyin dedi Payg'ambar texashdan dismoyna hal tadrim mazzina. Zina degan nima bilamsan debdi. Degandiki dedi o adam men bilmayman. Endi zina degan gapniki o'zini bilishmi bir gap. Zina degan nima? Shar'iy tarafdan oldim taqdim demang, nikoh qilmay, ya'ni shar'iy oldim taqdim demang, nikoh qilmay ayol ikkisi shu ishni qilish. Bu nima o? Zina. Keldim ben o ayolga haram iş kılıpçı keldim şu ayolga anda bilmez keldim ki kelidi bir adam özündeki ehliga halal kılıpçı kelidi. Yani bir adam özündeki ayolga halal kılıp yani nikah kılıp açta kelidi kelgendek men ayolniki özüge haramlık aletime açta keldim. Depti zina diye muştaq oldu. Degendi ki dedi Peygamber "Pema turid bi azal qol." Endi bu gaplar sen nima demakchi? Nima iroda qilyapsan? Degandan keyin men dedi o odam, iroda qilman shuniki meni pokizga aytsan. Men bir haromdan iborat bo'lgan bu zinoni qilib qoldim. Men ham paskin oldum. Mana bu zina, bu harom narsaki o'zi bir odamga nisbatan o'lima kir, paskinlik. Bu paskinlikniki o'zi bu adamning jismi ko'rinmagan bilan ruhiy tarafdan nima o paskina. Uni kirlashtirdi. Kirlash degandan keyin uni chu pokizlash kerak. Uniki pokizlash kerakniki pokizlash usuli nima? Agar uning qarta islom dinimizdagi jazosi bo'lgan bo'lsa, jazoni islom hokimiyati o'g'il ijro qilish. Yana birisi nima? Shuni bilan birlikda tövbe qilish. Allohga istig'for etish. Agar kishilarning haqqi bo'lib qolgan bo'lsa, uni nima qilib berish? Yondirib berish. Buni bilan andan keyin bu odam harom yedi, haromni qildi. Meni qilish orqali bu odam paskin oldi deganlikdan men uni qilib pokizladim. Bo'lmasa nima qilmaydi, pokizlanmaydi. Degandiki shunga Payg'ambar bu odamni meni buyurib, uningdagi nima qilindi? Rajimchoq qilindi. Meni anladı Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam ikki odamni shu Payg'ambarning ashoblarida bo'lgan ikki odamni meni anladı, ikki odamdan anladiki deydi u ikkisining biri o'ziniki hamrohsiga. Nima deyapti? Qara ma odamga ki, meni Alloh o odamga yapqa odamni qara Malik bin Maizga. Malikki asamiga qarmamsa Alloh yeptga men gunohni hech qadam o'qimay, o yugurib berib, voy ishni qildim, mash qildim debdi. Pes terk etmepti, bu ishni uniki nafsini qilmabdi, terk etmepti. Terk etmey apırıpla aşı Allah yapqandan keyin bo'pti men qilatim deb u yer Payg'ambar qilib berishini terk etib qo'yib jimmi to'may. Mana hattoki ko'rdim mana rejim qilindi bu odam ishni rejim qilganda o'ltirildi emasmi? O'ltirildi emasmi debdi. Mush gapni debdi-da. Degandiki shuni Payg'ambar ash vaqt o'zida bu ishni shikdi uchoq gap qilman. Ya'ni ijro qilmay ketib borgan. Ondan keyin mangdi Payg'ambar bir soat Mengveti hatta ki öttü Peygamber bir işehniki ülük işek cip degan tap degan gap yani ülük tapıp ketken ülük işehni kaşıdan öttü ki o işek meni üstün qiluvchiydi o'zi ishki putini. Men shoil degan gap, rapi degan gap o'zi putini ishki putini mana osmon qilib turgan bir ülük ishehni qilib turdi. Ammo ishek o'lgan vaqt o'zida bu yerga qo'siq bak ko'p ketib, sesib Aşta olsa işek ne yapıp gedikken anda yelak sesip başında işip gediğen gepken. Şuna bu putu asman qarab qalgan bir işani qışqı ütüptü. İşani qışqı.
Ötkendeki Peygamber dedi. Eyne pulan ve pulan. Kınıma işkeylen. Panan panan kını depti. Degendeki bu işkeylen dedi. Nahnu zani ya Resulullah. Biz mine bir işkimiz mi bir şeyde. Zaniye işkeylen. Biz bu işkeylen ya Resulullah mine. Biz maya da degendeki dedi Peygamber. Yani bu sahabenin üzü. Men şu rivayet kılıştan. Mana ikki adam o'tdi, ma ikki adam qildi degan bo'lmasa biladi ismini. Kim qaysi sahabening ekanligini. Mana ash ismini tatib demayotgan kim. Bunda deyish nima emas, to'g'ri emas. İsmini atash. Degandik Peygamber dedi. Aşo ikki adam qani degan, "Voy biz meni ya Rasululloh" deb yugurib ketdi-da, kelgandiki qarg'achani to'g'riniki ustida o'xshaydi. İnzila pekula min cipet azal himar debdi. Tushib chiqqanima yerga. Tushib anadikan ma ishahniki tapstin, o'lib qolgan tap ishahniki o'zidan siz yangla debdi. Degandiki bu ishkaylar ya Nabiyalloh, hay Allah'ın peygamberi kim yeydi bunu de? Kim yeydi bu işekine haram tutsa, bu sesip qalğan tutsa, bu üdük tutsa degandiki dedi Peygamber. Fema niltuma min irzi ahad akhikuma anifen eşedde min aklin minhu debdi. Pes yetmedi sizler iki biraderiniki aburuydan aviyetin kattağırak men ma işahniki güyüşün yiştimi kattağırak bir narsa yetip qo'yqanmadinglar. Men mushki birodaring o'zing ma ishani güyüşüden yiştimi qattiq bir narsaga nima qildinglar sizlar? Yetdinglar. Uni aburui uchun tagdinglar. Bu nima emas, durustchu emas. Bu g'aybat. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahmi akhihi maytan fakarihtumu degan oyat shu mana shu mazmun. Ya'ni demak, aşıda g'aybat qilib, uni oqisini ashta gap qilganning o'zi, mana eshak, o'lik eshakni yendimi pek qattiq nima bo'ladi o'chaningizda gunoh bo'ladi debdi. Mushuni yedinglar sizlar. Sizlar ma hissi dunyo yemagan bilan ma'naviy yap bo'ldinglar g'aybat qilib. Qasam Allohga mening nafsim Allohning qudratidir, ilkidir. Cezmen o adam hazır. Her ayna uçkaçtı bu adam cennetninki nimelerge iraklarına uçkuş oldu ki men bu adam şu cennetninki iraklarındaki işçiliğimi koyup çöküyordu. Çöküp işte oynap üzüp başlap koydu ağzıya. Men muşundak nime kıldı bu yakşı adamniki muştan tövbe kıldı bu dedi. Men bu ise İmam Abu Davud nime kıldı? Ravayetçi kıldı. Yani demek men muşu edis qasasan bir adamni jinoyat o'tkazgan bo'lsan, jinoyat o'tkazib bo'lgandan keyin u odamni u gapni deyish orqali qattiq nima peshonasi qo'yishgan. Unda qilishga qattiqchi bo'lmaydi. Endi islom hokimiyati bo'lgan bo'lsa, ijro qilib bo'lgan bo'lsa qattiq bo'lmaydi. Hozirmi yine unda deyishga ham qattiq bo'lmaydi. Chunki u haqiqiy mu'min, musulmon bo'lgandan keyin her qanday men mu'min, musulmon degan odam bir xato ishni qilib qolgan bo'lsa, yo harom, yo gunoh ishni qilib qolgan bo'lsa, u chog'ning o'zidan nima qiladi u odam? Tövbe qildi, istig'for etdi. Chunki mu'min u musulmon. Uni xato ekanini biladi. Biz mushtaq yaxshi gumon qilamiz. Mushundoq yaxshi o'ylaymiz. Unda o'g'anik bu odam tövbe qilib bo'ldi o ishdan deymiz. Unda o'g'andikin şunda bir adam açta bir hata iş biz körüp kalıp ya ki açtak başka adam okumayı açtak vay andakılık dep kalması ikinci katem men o adam andakılık ya mandakılık zanı kalıp undakılış çok katli olmaydı. Hem de ibret yüzsüz ibretlik bir kısa hikaye olan bolsan men o adamlarınki ismini ya ki onunki tuğlayılan lakap nemeler bilmez dilla Muşundak anındaki hakka ibret yüzüden, ders yüzüden o hikaye tepesi çok buludu. Ama onun ismini de, o andak diken, onu tazmandak kıptı de, bundak kılışı çok bulmaydı. Huzaymiyyatimiz sabit, razıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılındı. Dedi o Huzaymiyyat, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir ademi ki yesse o adam, bir günahı ki icra kılındı, şu günaha, şu adamga şu gunohniki jazosini nima qilindi? Ijro qilindi. Mana shu gunohniki jazosini ijro qilgan, men bir gunohniki o'zini bu odamni qilib qolgan bo'lsa,
u canlıki üzüde mana bu jaza, mana o adamniki berilgan bu jaza, mana şu adamniki günahını kapparetidir. Mana o jazanın üzü, o adam ötkazgan günahınki üzü nima qiladi, o kapparat qiladi. Yo'q qiladi, yapadi. Dedi. Ana oldikən yapqandikin, yo'q qilayotgandikin, yeni ikkinchi bir adam o gunoh qilsan deb uningdikin uni anda qilsan, manda ish qildi, anda qildi deb deyish qat'iy nima emas, o durustchi emas. Duo ibodat qilish qat'iy durust emas. Ali radhiyallohu anhu rivoyat qildi. Bu kishi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rivoyat qildiki, dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, bir adamiki yetse o adam hadga yetibdi. Yani had degani nima? Jazo. Yani gunoh yetibdi degan gap. Gunohdan iborat bo'lgan osh narsa ijro qilinadigan. Mana shu jazoga yetilibdi. Yetgandan keyin oldirilibdi bu odamni, oldirilib ajjal degan uchi degan. Yani oldiribdi shu odamniki uqubati dunyoda. Yani shu dunyoda o adam qanday qilibdi yoki bo'lmaydi, bir adam bir gunoh yetibdi. Yani nima qilish? Jazolash. Tegishli bir gunoh yetibdi. O adam şuna bu adamning jazosi ma dunyoda ijro qilindi. Yani bu işte ishtishla. Adı dunyo qilib qo'ymay. Unda o'g'il bo'lsa, qanday qilib ekan? O adamning jazosi ma dunyodan mana oldirilibdi-ki, mana o adam ma dunyoniki o'zida jazolanib chiqibdi. Günah jazolangan bir gunoh qilibdi ekan. Uniki jazosi ma dunyoda ijro qilib amillashtiribdi. Amillashtirgandan keyin uchani qanday qildi? Alloh taolo eng odildir. Shuki qatlangan, mana qatlagan Alloh taolo o'ziniki bandasiga jazoni oxiratda. Yana oxiratda yana shu odamga ma dunyoda o'tkazgan jinoyatniki, gunohning o'zini jazosini tortib bo'lgandan keyin, yana Alloh taolo yana oxirat bo'lgan vaqtimizda yana uniki jazosini yana tortsan deb jazoni yana bir qator qatlab ekilib, bundaq qilishni Alloh nima u adil. Hergiz bu ishni qilmaydi. O dünyada mana o jazoni tortib bo'ldi, tugidi. Uni rasmiy tövbe tortib bo'lgandan keyin, tatqandan keyin o adam rasmiy tövbe qilib, istig'for o'qib, ashtaqan bo'lsa, u joniki o'zida mana pak ketdi. Uni degan Alloh taolo o dunyo vaqti sen dunyoda ishni qilibding, yo zino qilibding, yo o'g'irlik qilibding, manda qilibding deb u jonni qilmaydi, uni jazolamaydi. Bundan Alloh adil. Va bir adamiki yassa o adam bir gunohga. Günahını qilibdi, yetibdi. Hadniki o'zi jazo. Endi ba'zi vaqtning o'zida bu yiliq had degan jazo urush degan uniki sababi nima? O gunoh. Endi u musabbabni zikr qilib, sababni irod qilgan mushtaq odat cho'p bor. Unda ondan keyin bu yiliq had degan endi u yiliq had urushniki sababi nima? Uniki sababi gunoh qilish. Unda ondan keyin gunoh qilish bo'lgandan keyin mayada o sebebni zikr yoki musabbab ya musabbabni zikr sebebni irod qilgan gap. Unda o'g'ilki bir adam bir gunoh qilib qolgan bo'lsa, uni Alloh taolo o odamni qilibdi, yepibdi. Va uningdan Alloh nima qilibdi? Afv qilibdi. Mana Alloh o odamni o o'tkazgan gunohni o rasvo qilmay, oshkor qilmay, mana shu maxfiy qilib holat qilib, o odam tövbe qilibdi, istig'for etdi, shuni Alloh nima qilibdi? Unda afv qilibdi. Apu qilma dunyoda o adam nisbatan men apu qilib bo'lgan bo'lsa, men Alloh taolo eng ulug'dir shuki yong'ay u Alloh bir shaydiki jazman unida ne qilib bo'lgan apu qilib bo'lgan. Men Alloh taolo mena uni qilib bo'lgan, ammo dunyoda apu qilib bo'lgan to odamning gunohini, yana o dunyoga vaqtning o'zida yeni bundan yerib, yeni men o dunyoni men sen aşağıdaki mening oldim keldim endi bu yerda, yeni men qaytib buni jazolayman deyishdan Alloh bak katta zot. Hergiz o ishni qilmaydi. Tövbe qilib, istig'for etib, mushtaqan bo'lsa, istig'for tövbening shartiga tushigan holatda, u joningizda bu dunyoda tövbesi maqbul bo'lib, endi maqbul bo'lganini qanday biladi? Maqbul tövbe qilganini qanday bilsa, odam o'zi biladi. U joningizda rasmiy kaskin niyat qilib, uni ikkinchi bir qator qilmay, undan keyin yaxshi odam bo'lsa, buni Alloh u odamga yaxshi ishga muvaffaq qilgan bo'ladi, afv qilgan bo'ladi mana. Shuni ashta qilgan bo'lsa, Alloh yana qaytama dunyoga kelib va oxiratda yana oshliq qilsa deb unda jazolarga ishni cho'q qilmaydi Alloh taolo. Buni deb katta zot bu deydi endi. Meni bu esa Imom Termizi Ibn Majah rivoyat qildi va dedi Imom Termizi bu hadis qarib dedi. Unda o'ndan keyin Alloh taolo mana bu dunyoda jazolanib
Mene ma dünyada ya ki epu kılıp bu adam nispeten kıp boğan aşda kıp bolsa Allah Teala onun dikin o adamlar kopup aniki ma dünyada onu dua ibet kılıp onu sen anda kıptın, manda kıptın, anda kıptın dep bu günahındaki yüzünü yüzüge seriş. Men şundak diş arqıq bu adamga dua ibet kilish qat'iy nima emas, islom dinimizda duruşçu emas. Hozir qanda? Hozir maxfiy o'g'a ishniki üzülməsən insan bo'lgan ekan, ashni chuqchalab, xalq otdi o'tirsa hozir rasvo qiladigan holat cho'p ketdi. Bizning jamiyat mushundaq rasvolashib ketdi. Shundaq onsiz, shundaq johil. Ammo bir adam bu teknolojiyadan iborat bo'lgan narsa bilgan, uni ishlatish bilgan, xatisi bilgan, u odamniki insonlik va u odamniki odamiylikni bildirmaydi. U odamniki iymoni va u odam islomning yaxshi ekanligini bildirmaydi. Hozir endi Facebook va undan boshqa narsa bor. Aşağıda her bir odamning eng oz bo'lganda 300 odami bor. Ya'ni shunda bir gapni tilida aşağı her haqorat gapni tillaydi. Tillagandan keyin aşı gapniki o'zini odam deydiki, shunda ongsiz. Men mo'shat men adam ko'rmadim, men o'yini ishtimani yezib oldim. Divasamni bo'ladi deb vang gap qildi yoki yozdi. Vaadolki şu adam 300 en az. Bo'lmasa 5-10 ming, 200 ming, 1 milyon adamning oldi men kanayda men ashundaq men to'g'lab divatıman deganligini uchun uni qilmaydi, o bilmaydi. Ashning degan gapi, yozgan gapining o'zining o'ziniki do'stliginiki qatoridiki o'ziniki ashu chamberginiki qatoridiki şu insonlar masalan 5 olsun ya 10 olsun en az yoki 100 olsun şu adamniki aldı dedim. Hem bu adamniki yine bir qancha adam bo'ladi her birisinin. 100 adam bo'lsa her birisinin en az 100 ya 50. Bunu 100 ming chiqadi. Uni deyin bo'ladi shuni bilan bu adam bütün jahonga nim qatgan bo'ladi. Mushunda bir xato ishniki o'zini bu yerda yeyotgan bo'ladi. Jamiyat butunlay buziladi. Axloq tarafdan cho'kish. Mana bu bir-birisiga ishonchlik bo'lish degan mushunda cho'kishdan iborat bo'lgan mushunda rasvochilik, jahiliyat, mushunda ishniki o'zi uchun mushunda avj olgan bo'ladi. Buni ular anadagi bu ummat, bu xalqqa qandoq qilib Allohning yordami keladi? Mushtaq tursa, innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim deb. Wa axiru da'wana alhamdulillahi